Uchtepa tumanidan uy qidirayotgan akalarimiz, opalarimiz diqqatiga Ahmad Oltinjo'janing ro'pparasidan bitta chiroyli 68 kvadratli 3 xona uy sotuvga chiqib ketyapti. Ko'rib turganingizdek, ko'chalari ham juda ham chiroyli bo'lyapti. Kommunikatsiyadan hech qanaqa muammogarchilik. Pastda amerikanskiy shkola, yorrog'ida rus maktab, pastda esa o'zbek maktab bo'lyapti. Bog'cha, maktab hammasi yaqin oralikda bo'lyapti. Masjid ham yaqin oralikda bo'lyapti. Bu uyimizga tezroq ulgurib qolmasangiz bo'lmaydi. 6-qavatda joylashgan 3 xonali 68 kvadratli shu uyimiz xudo xohlasa sizniki bo'lishi mumkin. Qani ketdik. Asosiy eshigimizdan kirganimizda bu yoq o'rta koridorimizni ko'rib turibsizlar. Kirib kelishimiz bilan to'g'rida ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamiz tushyapti. Juda ham chiroyli holatda turibdi. Oshxonadan chiqqanimizda o'ng qo'limizga hojatxona va to'g'rida esa hammom, ya'ni sanuzul razdellik holatda bo'lyapti. Kelganimizda o'ng qo'limizga chiroylikini bitta zalimizni ko'rib turibsizlar qadrdonlar. Xudo xolasa uyimizda nima qoladi, nima chiqib ketadi. Uy egalariga telefon qilib o'zlari bilan gaplashib kelishingiz bo'ladi, lekin ancha narsa qoladi deyishyapti. Bu yoq tarafimizga alohida bitta kattalar uchun yotoqxonamiz, ichkari tarafda esa bolalar uchun yotoqxonamiz bo'lyapti. Ko'rib turganingiz, hozirgi paytda bu joyimizga startviy $75,000 so'ralyapti. Nu inshaalloh kelishtirib, bundan ham chiroyli narxga qilib beramiz deyapti. Pastda nomerlar qoldiramiz. Telefon qiling, aloqaga chiqing, xudo xolasa kelishsangiz bo'ladi. Mashina qo'yishdan hech qanaqa muammogarchilik yo'q. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli 9 etажli shu binoimizdan 6-qavatda joylashgan liftlar bor. Bolalar maydonchasida hech qanaqa muammo yo'q. Telefon qiling, ulgurib qoling.